kitobni qiziqish bilan o'qishni o'rgana olmayapsizmi? Qo'lingizga kitob olishingiz bilan uyqungiz kelyaptimi? O'ylaymizki, siz boshlagan ishingizni uddalay oladigan, oxirigacha yetkazadigan, yetuk, irodali insonsiz. Oldingizga maqsad qilib qo'ying. Shu bir kitobni 5 kun ichida o'qib chiqishim kerak deb. Birinchi kun 3 varag'ini o'qing. Ikkinchi kun 6 varag'ini o'qing. Uchinchi kun 10 varag'ini o'qing. To'rtinchi kun 20 varag'ini o'qing. Qarabsizki, 5-kun o'z-o'zidan kitob o'qishga odatlanib qolasiz va siz buni uddalagan bo'lasiz. Kitobni zavq bilan o'qing. Kitob o'qish dunyoqarashni butunlay o'zgartirib yuboradi. Fikrni jamlaydi va so'z boyligingizni oshiradi. Kitob o'qish fikrni jamlab, uyquni yaxshilaydi. Biz sizga ishonamiz. Siz kitob o'qishni o'zingizga odat qilasiz. Kutubxonamizga tashrif buyuring va eng faol kitobxonimizga aylaning. Biz sizni kutubxonamizga kutib qolamiz. Sog' bo'ling.